Assalomu alaykum. Sammoyka. Sammoyka. 6 xonali. Sammoyka. 3 baza olib o'tdik. 3 baza. O yerda ulangan joyi bor. Germechni korobkalar bilan chiroyli qilib ulangan. Bu yoq gofrada yana o'tyapti. Montajlar bo'lgan. Har bitta xonaga 4 tadan 100 wattdan projektor qo'yib berdik. Har bitta xonasiga bo'linadi bular. Alohida bo'lib kelgan. Xo'p, bu yerda bo'lgan ishlar 100 amperli 3 o'chik qo'yildi, bitta AVR qo'yildi, ESS dan foydalandik, ESS dan. CNC dan 4 tali 100 amperli bu ham qo'yildi. Bu yoq avtomatlar UKK 50 amper. Переключатель faza, bu ham ESS. Bu ham ESS, Wi-Fi avtomat через переключатель faza orqali ishlaydi, bundan o'tadi. Mana avtomatlar, освещенияларga, reklamalarga, tepaga reklamaga ham mashinadan olinyapti. Onlayn telefoniga baylab beramiz, o'tkazib beramiz. Programmasini shu orqali ishlataveradi. Bu yog'i qolgan razvedka maylarga oldi tomoniga svitinnik qo'yiladi. Svitinnik 6 ta. Oldiga 6 ta svitinnik bo'ladi, ustun. Shularga simlar tashab ketilgan ekan, shularni ulab beryapmiz, tayyorlab beramiz. Endi bu yog'ini hozir bu yerda tayyorlashyapti, svitinnikdan olib kelgandan keyin qo'yib beriladi. Bu yerda har bittasiga germechli razvedka bo'ladi. Har bitta svitinnik tagida bittadan germechli razvedkalar qo'yiladi. Ularga ham sim tashalgan tayyor. Shu salomat bo'linglar. Bu nasosniki. Nasos 220 ga ishlaydi ekan, paniki ekan. Hop, kufralarda keldi. Kufrani yaxshirog'ini qo'yapmiz, sababi ko'p joyda parod qilib qo'yapti kufralar. Iyek olinyapti, iloji boricha iyekdan foydalanyapti, sababi iyek yaxshiroq chiqyapti. Bundan ham yaxshilari bor, uning pulini ko'tarish olmadi. Hammasi gofra bilan borildi, gofra bilan montaj bo'lib, gofra orqali kirib, chiqib, shunaqa bo'lib montaj bo'ldi hammasi. Bez gofra bo'lgan joyi yo'q. So'kilar kelayotgan mana liniyalarimiz ham hammasi gofra bilan chiqib, gofra bilan. Germechni korobkamiz bor. Mana germechni korobkamiz. Shu yerda ulandi. Mana shu yerdan ulandi germechni korobkada mana. Germechni korobka. Suv sachrasa anaqa bo'lmasin degan maqsadda texnika bezapasti. Mana shu yerdan o'tyapti. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.